uxlamoqchi edim-da. Voy, men uylanganman-ku, va kiring. Bitta o'zim yotib o'rganib qolmanda. Esdan chiqib qolyapti uylanganim. Jo'ralar, bugun bir choyxona qilib o'tirmaymizmi? Bizlarga boraveramiz. Sen uyda ovqatlamaysan. Bitta o'zimga ovqat qilgan erinaman. Alo, dinozavrim. Osh tayyor, kelib qoldingizmi? Bo'ldi, hozir boraman. Mani xotinim bor, ovqat qilib turadigan. Esdan chiqib qoldi uylanganim. Qani ozgina kutganingda uylanishim esachib ketardi. Sizlarga ikkitami aka? Bitta yetadi, bittaga to'yaman. Ya. Siz ham borsiz-ku, ha? O'zira bitta o'zimga xarajat qilib o'rganib qolibman. Esdan chiqib ikkita berasiz. Hamma narsani oldim. Cho'ta nimadir kamda. Mani bitta o'zini bozorda tashlab ketib yuboribsiz-ku. Uzra, kech turmush qurganimizga esimdan chiqib qolyapsiz-da. O'zingiz ham bunda borligingizni eslatib turing-da. Tezroq keling, chirib ketdi. Barchang o'zingiz, ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Odamni sog'intirib yubording. Uni men yozmay qo'yding. Bormi? Qachon ko'rishamiz? Ko'zingni bundan qilma, gapir. Yo'q, meni noto'g'ri tushunmang, haligi. Menga gapiryapsizmi? Ha? Sizga gapiryapman. Siz meni erimidingiz-a? Voy, kech turmush qurganimga meni ham esimdan chiqib qolyapti-da. Bu ham o'zimdan ekan-ku. Menga yarimning sochlari